ekan. Nima yeysiz, uka? Yeb yuradigan mollarga o'xshaymanmi? Balov bormi? Bor. Oltin balov pishirib keldilar. Unga tilaydigan baribir tiligim yo'q men. Hamma narsaga o'zim erishganman, ukam. Oltin balu menimcha, uka. Gap qaytarmalaring-da. Kim aytgan mana shularni? Zohir Shohjo'rayev. Zo'r aytibdi shularni. Stol qo'yib berlaring, men bitta turkchasini aytsin, shu ashlan gitara bilan ovqatlanib o'tiraman. O'zi yaqinda premyera bo'ladi. Odamlardan. Ey xudo, ish qilib o'zi bo'lmasin. Ukam, mani qidirganmiding? Ye, okay. O'zim shu yerdaman deysizmi? Nima yeysiz, nima ichasiz? Men o'zim olib kelaman, men o'zim xizmat qilaman sizga. Ukam hech narsa kerak emas. Zo'ridan aytib bergan. Ko'cha valla bir kamashlik yurish qolibdi endi. Qayoq ketdi bu? Qah, ketwas. Qo'rqdi deb o'ylamalaring lekin. Nima deb o'ylaydi? Nima deb o'ylasang o'yla. Qo'rqdi deb o'ylama.